asallarimizni hozir to'liq qilib yarim litrlik, yarim kilolik qilib solib chiqyapmiz va eng oxirida tushayotganiga e'tibor qilinglar deb yana video olyapman. Qizlar ko'ryapsizlarmi? Toza asal mana shunaqa tushishi kerak. Uzilmasdan, uzilsiz tushadi. O'shanda toza asal hisoblanadi. Mana men bilan ichiga ham e'tibor qilinglar, qaranglar mana. Bez effekt olyapman. Rasa zo'r asal ko'ryapsizlarmi? Shunaqa mazali, yumshog'ini hozir endi o'tirib bularni hammasini og'zini yopib, berkalarni yopishtirib tashlaymiz va 50 mingdan ulgurib toza asalli Xorazmnikini olinglar qizlarjonlar. Ha, qaranglar, mana o'zi to'xtaydi. E'tibor qilinglar, o'zi kirib ketadi ichiga. Qaranglar. Mana to'xtashini qaranglar buni. Mana qotib to'xtayapti-da bu. O'sha qaytadi hozir. Toza asal mana shunaqa bo'ladi. Bemalol ulgurib olishinglar mumkin. Ey, tavba, shuna qarang buni. Qaytadi hozir. Mana tortib oldim, молодец. Haqiqiy asalda endi baribir aldo yo'q, bemalol ulgurib olinglar. Toza asal maza qilib, hozirgi kunda tabiiy olma sirkasiga aralashtirib ichsanglar ham shunaqa immunitetinglarni zo'r qilib ko'tarib beradi.